Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz baliq ov ishqibozlari. Bugun mana sizlarga poplov usulini yasashni va provodka usulini yasashni sizlarga ko'rsatib o'tmoqchiman. Ko'pchilik kommentariyada yozib iltimos qilgani uchun shu videoni olishga qaror qildim. Video hammaga yoqadi degan umiddaman. Chunki bu usulda men ham anchadan beri ov qilib kelyapman. Hech ham bir pand bermadi. Va qulay taraflari juda ko'p. Videoda o'tkazmasdan oxirigacha ko'rsanglar tushunib olasizlar. Hozir boshlanishiga poplovda yasashni o'rgataman. Keyingisiga provodkani qanaqa qilib yasashni, qanaqa qilib nimalar ishlatishni ko'rsataman. Qani bo'lmasam o'rtoqlar boshladik. Podpisatsiya qilmaganlar gruppamizga podpisatsiya qilib, videoga like bosamiz. Faqat sizlar uchun harakatdamiz. Boshladik bo'lmasam. Xo'p, azizlar, birinchi nimadan boshlaymiz? Birinchi qarmoqdan boshlaymiz. Qarmoq men mana ikki xil qarmoq ishlataman. Hamma qarmoqlarim uzun. Mana Maximus 4 metr. Mana bu Magic Miflane deb qo'yadi buni. Balonskiy udilishchalar bular. Bu ham 4 metr. Buni 3 qalinroq bo'ladi mana buni. Bu provodkaga aslan katta baliqqa provodkaga yaxshi sinmaydi. Ajinga ishlataman. Mana bu poplovka ishlataman, bu ko'proq. Uzun qarmoqda nimasi qulay deganlarga uzun qarmoq juda yengil bo'ladi. Bilsanglar agar ovlarda davomida qarmoq qo'limizdan tushmaydi umuman. Bizda faqat qo'limizda turadi. Ashani hisobiga qo'l charchamaydi ancha misol uchun kattaroq baliq ushlasanglar ham mana bu seksiyalarini kamligiga baliqni yaxshi olib chiqadi. Shuni nimasiga ikkita qarmoq ishlataman. Xo'p, katushkaga kelsak. Katushka mana Kaida firmasini ishlataman. Mana uni yaqinda oldim. Mana bu o'tgan oylik katushkam VPE deb o'tgan yil olganman. Mana u 5,5 mingtalik оборот. Mana bu 5 mingtalik оборот bo'ladi. Xo'p, bu shpulyasini nimaga kattarog'ini olamiz? Shpulyasi to'ldirroq bo'lsa, bitta leska to'ladi. Biz aslan kichikroq leska ishlatamiz. 0.14, 0.16 ishlatamiz. Provodkaga 16, 18, 2 ga chiqmaymiz, shu 18 ishlatamiz eng ko'p provodkaga. Poplovga ko'proq 14, 16 ketadi. Shuni nimasiga mana shpulyasi kamrog'ini olib ishlatamiz. Menga tayyor leska o'rab qo'ydim mana. 14 lik leska ertagaga olgan. Chunki bizda faqat otiladi, otgan uzoqroq otamiz. 15, 20, 30 metrga otiladi, o'rab olib chiqayotganda tezroq olib chiqiladi. Ashana nimasiga hammaga shunaqa qarmoq iloji bo'lsa 4000 ni tepasini olinglar. Оборот 4000 da hech pullasi to'ldirog'ini olinglar. Xo'p, azizlar, kurchokka kelsak, men mana shunaqa kurchok ishlataman. Mana bu Cobra'ni 12 si bo'ladi. Menda tugab qoldi, hozir topish juda qiyin bo'lyapti. Shuning uchun 11 ishlatyapman. 11 sal kattaroq bo'ladi. Mana bu kartni 3 bo'ladi. Iloji bo'lsa shuni topinglar. Mana bu 12 si yana bitta bor, Cobra'ni. Uni olmabman hozir. Iloji bo'lsa mana shu qarmoqni nimani ilmoqni 3 ni topinglar, mana 12 sini topinglar. Zo'r kurchoklar. Mana kurchok ham rosa zo'r kurchok. Bu sal maydaroq marinkalarga zo'r aytadi. Bozorda topish juda oson. Ko'rib olinglar. O'zi tayyor bukilgan. Biz endi santimetrlab aytamiz. 15, 18, 20 gacha bo'lgan marinkalarda indamay olib chiqaramiz suvdan. Leskaga kelsak, mana bu leska ishlataman. Shu leskani ko'rib olinglar. Hozir yaxshilari kamroq chiqyapti. Oldingi nimalarda yaxshi chiqardi, istab topsanglar bo'ladi. Shuni 14 ligi bo'ladi, 0.14. Hozir 14 juda kam biz taraflarda, Mandijon taraflarda. Hozir 16 ni ishlatyapman poplovka. Provodkaga 18, поводокka 2 ketadi. Xo'p, poplovka kelsak, hamma poplovlarni o'zim yasayman mana. Hammasi qo'lda ruchnoy yasaladi. Videoda ko'rsatib o'taman hozir. Yasash jarayonini endi qo'lni olmaganman, obzor. Shu ishxonada o'tirganda, bekor o'tirganda yasab o'tiraman. Mana. Bunaqa poplov yasaladi. Buni bu poplovlarda qulay tomoni nimaga? Ikki tomoni uchliroq qilinadi. Otganda suvga tushganda baliq cho'chimaydi.
shunaqa joylar bor, tekis sekin oqadigan yerlar bor, dog' chiqarmay tushadi. Ashuna hisobiga shunaqa poplov qilib poplov yasash bo'yicha mana bu tverka buni oqar qo'yganman hozir. Qumshuvoqni tverkasidan bo'ladi. Bo'laklarga qo'yib olinadi. Qilganlarini endi har birini santimetri shu mana gugutdan sal kichikroq bo'lsa bunaqa qilib shu bilan poplov yasaladi. Bunga keladigan shashlik qiladigan sixti palchkasi bo'ladi. Bunga teshib mana o'tkazib kanselyarskiy noj bilan ekan ishlov berib bunga endi najdachka bo'ladi. Shu najdachka bilan bunaqa holga olib keladi. Endi bu obrazец tayyor poplowlarni keyin ko'rsataman hozir. Meniki bizga bunaqa lak ketadi. Bo'yab bular shunaqa qilib do'konga o'tirganda bekanchilikda yasab o'tiriladi-da, o'tiraman hozir. Kabeliga kelsak, mana USB kabel sotuvda ko'p o'zimizda kabeldan qilinadi. Juda qulay, 100% ishlaydi. Ko'proq oqim joylar, sekin oqadigan yerlar bo'ladi, toshli oqadigan yerlarda juda zo'r ishlaydi. Marinkani effekti juda yaxshi bo'ladi shu poplowlarda. Endi bunga kelsak, oddiy manaqa zaryadnik kabeli ketadi. Magazinlarda, do'konlarda sotiladi. Mana shunaqa oq olamiz suvda ko'rinish uchun. Mana poplowlarni qoraga bo'yab qo'yganman. Shu suvda qora, bu oq yaxshi ko'rinadi. Shuni chiqarib olinadi mana. Boshdan ko'rsatib kelyapman. Chiqarib olinadi-da. Tayyor misol qalinroq mana ikkili leska bor ekan, shu leskada ko'rsatib o'tsam sizlarga. Chunki 0.14 leskalar jam mayda bo'ladi-da, mayin bo'ladi, ko'rinishi aniq bo'ladi. Xo'p, boshlanishi mana. Leskamiz qarmoqdan chiqqan holda boshqa hech narsasi yo'q, oddiy leska, mana leskani oldik. Endi bunga mana birinchi ko'rsatgan bunavi zaryadlikdan chiqarib olgan bu nipelda 1 sm mana qirqib olamiz. 1 sm qirqib olganimizni leskaga o'tkazamiz mana. O'tdi leskaga. Yana bitta olamizda 1,5 sm qirqib olamiz buni. Sal uzunroq bo'ladi. Buni ham leskaga o'tkazamiz mana. O'tdi. Endi 0,5 sm yana bitta qirqib olamiz. Mana o'rtoqlar. Bu ham o'tdi. Hop, endi o'tkazib oldik mana. Uchosi o'tdi. Endi bunga ilmoq baylaymiz bo'ldi. Ilmoqni ham ko'rsatib o'tdim sizlarga qanaqa ilmoqda ishlatishdi. Ilmoq baylashni endi hamma bilsa kerak. Ilmoqni mana baylab oldik. Boshqa nimasini qilib qo'yamiz. Endi bu ilmoq, mana bu ilmog'imizni tombirda ozgina mana nomiga necha bukib qo'yamiz. Nomiga mana ko'rinayotgan bo'lsa, ozgina bukib qo'yamiz. Necha qiyshaqroq turadi. Baliqni lavidan yaxshi iladi. Hech bir podvodit qilmagan bu ilmoq. Постоянный effekti zo'r. Shuning uchun istalib topib ishlatamiz. Xo'p, endi bunga kelsak, mana toshchalar yasab olganman. Shunaqa qilib yasashga harakat qilinglar sizlar ham. Mana bunaqa toshlarni mana
qonlicha bo'ladi. Tepa tarafi uchliroq, past tarafi sal uchliroq bo'ladi. Shu tomon nipelga kelgan. Hozir buni mana bu tumaloq drabilkalarda yasasa ham bo'ladi. Omborda qisib yasaladi. Shu toshimizni olamiz. Bittasini olamizda mana leskamiz. Endi sizlarga taxminan suvni bor oqiladigan yerimiz, misol uchun taxminan 1 metr deylik, chuqurligi 1 metr bo'lsa, mana основной leskadan mana bu nimamizni 1,5 metrga qo'yamiz. 1,5 metrga qo'yamiz. Mana 1,5 metr deb o'ylaylik. 1,5 metrga qo'yamizda mana birinchi nipelga, mana nipelimizga mana toshni kirgizamiz. Kirdi. Mana pastdagi kichkinasiga mana nipelni qistirib qo'yamiz mana. Mana endi bunga papulogni olamiz. Papulogni bu yerga kirgizamiz. Bu tarafga kirgizamiz mana. Mana montaj ustanovkasi shu bo'ladi. Endi tasavvur qilinglar, mana 1,5 metr. Endi suvni holatiga qaraymiz borganda. Suvni holatiga qaraymiz. Agar suv sal tezroq oqadigan bo'lsa, kichikroq tosh. Endi qancha desam bo'ladi? 1,5 gram emas, 0,3 gram misol uchun mana toshni yapaloq qilib ko'proq mana toshlarni urib, katta toshlarni urib yapaloq qilib olamiz biz. Shu toshlarni ichasini qirqib turib, omborda sal bukib mana. Sal kichikroq holatda bukib turib, leskaga ombor bilan qisib qo'yamiz. Bu ilingan yem xo'rakda cho'kishi uchun yordam beradi. Kattaroq, og'irroq qilsanglar yerga ilashib qolib, papuloglar ham cho'kib ketadi. Bu sal nomiga qilinadi. Endi yemni solayotgan xo'raklarni qaraysizlar. Misol uchun zilyonka, biz vadyanka deymiz. Ko'p zilyonka deb qo'yadi bizda. O'zi vadyanka bo'ladi. Rucheynik deb qo'yadi ko'pchilik. Shu qurt rasmini mana ko'rsatib o'tyapman. Shu qurtni solganda uni grammi sal og'irroq bo'ladi o'zini. Ashuni nimasiga suvga ko'p o'zi tezroq cho'kadi. Unga mana toshdan sal kichikroq qo'yamiz. Misol uchun haligi toshlarda yuradigan qurt bo'ladi, uni ham nima deb qo'yadi nomini? Rucheynik deydi, uni ham shu qurtni soladigan bo'lsak, unga kattaroq tosh qo'yamiz. U shu yengilroq bo'ladi cho'kkani. Endi santimetrga keladigan bo'lsak, bir 30-35 santimetr toshdan tashlab turib, ya'ni nimani najikani ilib tashlaoladi. Bu provodka usuliga kiradi bu ham. Buni ham ishlatish juda qiyin, o'rganish juda qiyin, lekin o'rganib olsanglar effekt juda zo'r, juda qulay, juda yaxshi bo'ladi. Agar video yoqqan bo'lsa, bitta klasslardan podpisatsiya qilmaganlar podpisatsiya qilamiz. Xudo xolasa endi provodkani ko'rsataman. Xo'p, azizlar, endi sizlarga ko'rsatib o'taman. 16 li leskani ko'rsatib o'taman. 16 li leskada ham provodka qilsa bo'ladi. Mana leskamiz 16 lik. Misol uchun mana qarmoqdan olamiz leskani. 16 lik mana aslan mana leskamiz. Bunga ketadigan nimalarimizda mana nima deydi? Osmon qo'lda nimasi bo'ladi-yu, shlankasi bo'ladi. Shu ko'proq kerak bo'ladi bizga. Endi qirqib olamiz bundan ozgina. Mana shuncha yo bundan sal uzunroq qirqsa ham bo'laveradi. Hozir buni nimaga ishlatishni ko'rsataman. Bunga ishlatiladigan narsalar mana. Toshlar. Hammasi qo'rg'osh tosh. Uchlarini uchli qilib, o'zim boltada nimada urib shunaqa qo'yganman. Har xil razmerda bor mana. Katta yoki kichkina provodkaga. Mana har xil kichkina razmerlari ham bor. Bu usulda qulayligi nimada? Misol uchun bironta joyga keldingiz, ovlamoqchisiz, qarasangiz suv oqimi sal sekinroq. Endi ko'pchilik tosh baylab oladi tumaloq. Endi bunga toshni yechib kichikroq tosh qo'shish kerak. Yo, buni unaqa qilmaymizda, biz mana kichkina tayyor toshimiz bor. Shunga shunday kirgizib qo'ysak mana turadi.
qulay tomoni nima? Toshlik zonalarga, ko'katli zonalarga juda zo'r ishlaydi. Umuman kam ilashish, zatsep kam bo'ladi. Agar mabodo bir qattiqroq ilashib qolsa ham, qattiqroq tortsanglar, tosh qolib ketadi. Nimalar montaj uzilmaydi. Chunki baliq ovchilar juda yaxshi biladi. Baliq ovida vaqt juda muhim narsa. Vaqtni yo'qotmaslikka harakat qilamiz. Shuning uchun qulay effektli bo'ladi. Hozir buni yasab o'tishni ko'rsataman sizlarga. Bu provodkamizga ham ozgina shu ana USB kabelimizdan ketadi. Bunga ham shu yarim santimetrdan 2 dona qirqib olamiz. Mana 2 dona qirqib oldik. Buni mana endi aslovnoy leskamizga mana aslovnoy leskaga o'tkazamiz. Aslovnoy leskaga o'tkazdik. Uyda o'zimizda oddiy qora ip, qizil iplar bo'ladi-yu, shu iplarda ko'proq qavat qilib o'tkazib olganman. Shu ipdan ozgina qirqaymiz. Bu flajok o'rnini, bayroqcha o'rnini bajaradi. Bunga endi sal ozgina mana zubachiskani yog'ochidan bo'ladi. Endi zubachiskam tugab qoldi sumkadan, sal ozgina kichkina bo'lagan. Shu ozgina shu zubachiskamizga shunday o'rab chiyib qo'yamiz qattiqroq qilib. Mana sal qattiqroq qilib chiydik. Buni o'tkazgan ikki flajogimizga mana ikkovi o'tkazgan bo'lgan nipelimizga sal kichkinaroq qilib o'tkazib qo'yamiz. Mana ko'rdinglar? Bu suvda nima deydi? Bayroq ko'zga ko'rinmasdan leskani yo'qotib qo'ymaslik uchun shuni vazifasini bajaradi. Chunki provodka usulimizda biz ko'proq uzoqroq otib katta oqimlarda ushlaymiz-da. Shuni nimasiga o'tkazib qo'yiladi. Mana leskamiz hali turibdi, hali yasaganimiz yo'q. Endi bunga mana 0.16 bizda umuman teskari bo'ladi. Videoda shoshilmasdan ko'ringlar. Manfaatli, juda kerakli narsa. 0.16 leskaga ko'pchilik pavodokda 14 pavodok ishlatadi, yo 12 pavodok ishlatadi. Yo'q. Biz naborot bunga kattaroq leska ishlatamiz. 2lik pavodok qo'yamiz. Pavodogi o'zidan qanaroq bo'ladi. Nimaga degan savolga marinka balig'i leska tanlamaydi. Ko'pchilik adashadi bu sohada. 0.12 da ushlayman, 0.14 da ushlayman deydi. Yo'q. Provodkani chiroyli qilishni bilgan odamga chiqaradi baliq. Bu bizga nimaga qulaylik? Bu bir-biriga chigalashib ketmaydi. Agar 16 leskaga 14 pavodok qo'yib qo'yadigan bo'lsak, birga chigalashib kechgacha baliq oldi xalaqit berib 3-4 marta qarmoq yasashga to'g'ri kelib vaqt yo'qotamiz. Shuning uchun qalinroq 2lik pavodok qo'yiladi. Xo'p, birinchi pavodogimizni kesak. Primerni 1 metr olamiz-da, mana 1 metr olamiz-da, tepadan archa sifatida ushlab turib baylashni bilasizlar, endi hamma biladi, baylashni pavodok qilib tepadan baylab olamiz mana. Mana archa usulda 3 marta o'tkazib chigib olamiz. Tortdik. Pavodogimiz mana aslovnoy leskadan ko'ra qalinroq. Tagini qirqaymiz. Endi 25 santimetrcha joy tashlaymiz, primerni 25 santimetrcha mana joy tashlaymiz. Yana bitta ikkitalik qilamiz-da endi mana pavodogni. Yana bitta leska o'tkazamiz. Mana buni ham chigib oldik. 20 primerni 25 santimetr joy tashlab, keyingisidan mana bayladik. Pavodogimiz. Hop, buni ham nasini uzamiz. Endi bu tagida mana ozgina joy qoldi. Bu yerga
boya ko'rsatgan mana osmokovda nipilini mana bu shlankasini baylab olamiz hozir. Mana tagiga buni ham baylab oldik. Eng pastiga mana. Endi mana bu ikkita поводогimizga ilmoq o'tkazib qo'yamiz. Ilmoq baylaymiz. Mana bu birinchi поводогdan ikkinchi поводогgacha bo'lgan yerga mana ilmoq baylanadi. Примерно 20 santimetrdan olinglar. Bu baylagan ilmoqlar balonga yetib kelish kerak emas-da. Sal teparoqda turish kerak. Hozir ko'rsataman. Mana birinchi поводогimizga ilmoqni baylab oldik. Ilmoq mana ko'ryapsizlar. Yetmayroq turadi. Mana ikkinchi nimamizga ham baylab oldik. Endi menda sal kaltaroq bo'lib qoldi, hozir shashilib nima qilganimga uzunroq qilasizlar. Pastda ham 25 cm tashlaysizlar. Bu ham bitta ilmoq mana bu nipilga yetmayroq turadi. Mana shaklda bo'ladi, mana tepadan nimamiz. Bitta ilmoq, ikkita ilmoq, mana nipil bo'ladi. Endi bu nipilga mana xohlagan toshni kirgizib, misol uchun kattaroq oqim bo'lsa, kattaroq oqimga mana kattaroq toshni qo'yamiz mana. Ko'rinyapti? Mana bu flajok suvda misol uchun 1 metr bo'lsa, suvdan 1,5 metr balandroqqa ko'tarib qo'yamiz, leskani ko'rsatib turgani. Provodga qilayotganimizda katta oqimlarda bo'lsa, bunaqa dim joyda emas, katta oqimlarda ushlasa bo'ladi. O'zimizdan to'g'riga otamizda o'rab, sekin nimani olib kelganda o'zi baliq urib qoladi. Effekti juda zo'r. Agar o'rtoqlar video yoqqan bo'lsa, klass bosib yaray deyapman. Podpisatsiya qilmaganlar podpisatsiya qilamiz. Keyingi ovlarda ko'rishguncha. Tushunmagan bo'lsanglar, Telegram kanallar qoldirib qo'yaman. Gruppalarimiz bor. Ashyoga kirib bir-birimizdan so'rab nima qila olamiz. Kamchiliklar bo'lgan bo'lsa uzr. Qo'ldan kelgancha sizlarga ko'rsatishga harakat qildim. Sog' bo'linglar azizlar. Yangi ovlarda ko'rishguncha.